Assalomu alaykum. Keling davomli. Keldi, yaxshimisizlar? Ahvollar yaxshimi? Xudoga shukr. Mana sizlardan olgan men shoira Olmasxonning saylanma kitobini o'qib chiqdim. Sizning familiyangiz nima edi? Toshpo'latov Yoqubjon. Aha. Toshpo'latov Yoqubjonman, ijtimoiy kafedra falsafa fanlari nomzodi dotsent. Qaysi kitob o'qiding? Men Olmasxonning saylanma kitobini o'qidim. Aha. Olmasxon G'ofur va G'ofur G'ulom mashhur shoirimiz marhum G'ofur G'ulomning farzandi, ya'ni qizi bo'lib, u o'zi shu otasini esdaliklari, o'zi jurnalist bo'lganligi uchun, mashhur jurnalist bo'lganligi uchun o'sha jurnalist sohasida yozuvchilar, O'zbekistonimizning mashhur shoirlari, dramaturglari va boshqa fan arboblari bilan bo'lgan uchrashuvlari, bildiruvlari haqida mas'ul saylanmasida mufassal yozib beribdi. Bu juda biz uchun kerakli, ham falsafiy mushohadalar bildirgan fikrlarni biz shundan o'qib oldik. Bu kitob juda shu O'zbekistonimizda badiiy adabiyotni rivojlantirgan shoirlar, yozuvchilar, dramaturglar, jurnalistlar haqidagi juda kuchli ma'lumot, ya'ni fikr bo'lib hisoblanadi. Biz bu kitobni juda sevib o'qiymiz, mushohada qilamiz, ayrim fikrlarimizni darslarda talabalarimizga gapirib beramiz.